Bir kuni bozorga chiqsa, piyoz sotayotgan savdogar ya basal ahla minal asal deb maqtayotgan ekan. Ey, bu piyoz asaldan ham shirin piyoz. Reklama bu. Biz bu parvo ham qilmaymiz. Imom Avzoy buni eshitib g'azablandi-da, subhanalloh. Bu kishi yolg'onni munboqda biladimi? Endi bizning zamonamizda savdogarlarda, hunarmandlarda mana shu yolg'onga bo'lgan e'tiborini bir mulohaza qilib qo'yaylik. Bir mulohaza qilib qo'yaylik. Imom Voqidi aytadi, Imom Avzoy kulmay qo'ygan ekan. Shuni sababini so'rashdi. Avzoy kunlarning birida dedi: "Shu kunlardan avval kulib o'ynar edik. Ammo bizga odamlar iqtido qila boshlaganlardan keyin shu ishlar bizga to'g'ri kelmasligini angladik. U narsalardan ehtiyot bo'lishligimiz lozim." Ya'ni kulib hamma qatori yurar edim, ammo